Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, bugungi sana 12-iyun, haftaning juma kuni, Saidul ayyom juma muborak bo'lsin. Mashalloh, mana. Abliko'lardan boshlaymiz. Bunisi bonusga. Hammasini bir joyga olgan odamga bonus qilib beraman deydi shu yerda. Qo'l bo'shatishga birinchi qo'l Optimchi. Shersegan fermalarida turibmiz. Toshkent viloyati Qibray tumani, biz Chinoboddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Odil aka, yaxshi keldingizmi, xudo xolasa? Zo'r, Xudoga shukr. Mana xudo xolasa mollarda aka, joy bo'shatishga aka, xudo xolasa aksiya qo'yamiz mollarda aka. 2023-yil bahosini qo'yamiz, xudo xolasa aka. Bularga. Ha, Sherzod aka ham o'zi xudo xolasa safarda aka. Duo qilib qo'ysin haqqilariga, xudo xolasa obunachilar. Turistlar mol bilan seshanba kuni kechga keladi, xudo xolasa. Nasib qilsa? Nasib xudo xolasa. Mana mollar aka. 30 ta soni Odil aka. Soni 30 bosh. Ha, 30 bosh. Keturadi deydi. Bular keturadi Odil aka, hamma vaksina qo'ygan mollar. Bo'shatishga. Aha. Xolasa. Eng arzoni nech million qo'yamiz hali? Eng arzoni Odil aka 20 million. 20. 20 milliondan 4 ta olib beraman aka. Aha. Ket u yoq 20, 21, 22, 35lik bitta obligol bor Odil aka. Bitta dona. Bitta katta obligol bor. 35. Qani eng arzoni nech million dedi shunda? Eng arzoni bu partiyada? Eng arzoni 20 million Odil aka. 20 million. 18 milliondan ham 6 ta buzoqcha qilib beraman Odil aka. Ularni ham ko'rsatib ketamiz. Ularni ham ko'rsataman hozir. Mana shular avvaliy videoga. Cho'y. Do'stim 30 tasini bir joyga menga o'tdi deganga nech pul qo'yamiz? Odil aka mana shu 30 tasini buzmasdan olsa agar 23 milliondan aka O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz aka. Ona bola sigirlar ham bor. Ona bola sigirlarni ham ko'rsatib beramiz. G'onachilarni ham ko'rsatib beramiz. Videodan uzoqlashmaylik, o'rtoqlar bir dona like bosib qo'yib keyin bu yoq ketadi. Barakasi bersin. 35 million molimiz mana bu mana. Kattaligi bo'yicha ham Liga chempion. O'tirsin, shu o'tsin. Ha, 30 o'rn. Qani joni sog'lom aka. Mirifkalari qilingan oqsillardan chiqib olgan-a. Ketdi mana o'rtoqlar. Bir joyga nech million dedingiz? 20 milliondan 35 million. Bitta mol bor. 20 milliondan 30 milliongacha. Bir joyga. Bir joyga 23 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastlabki bor. 35 million mollar ham ketaveradi. Aka ketaveradi ichida aka. Mana mol deylik. Mana bu ham. Yolg'iz o'zi nech pul ketaman tarqal? Qaysi? 27 ketaveradi aka. O'rtoqlar 93lik, 878, 90 raqamlari Sirojiddin ukamizning o'zlarining. Bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin. Ketgan ikkinchi partiyaga. Tepaga, bu yoqqa tep. Xo'sh, bitta, ikkita, uchta, 6 tasini qarang bir joyga. Puli yengilini so'raganlar. Ya'ni bitta buqasini sotib ikkita qilib qo'yaman deganlarga. Shunaqa Odil aka, xudo xolasa. Hop, nech million qo'yamiz? Aka 6 tasini aka bir joyga olsa aka 18 milliondan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz aka. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab ketadi 18 milliondan aka. Bitta qilinadimi? Yana savdosi bor deng. Sunnatiga o'tib beramiz. Sunnatiga o'tib beriladi. O'rtoqlar yana bitta narsani eslatib ketamiz. Hozir qo'yilayotgan raqam 2 ta. 3-raqamga qo'ng'iroq qilmaysizlar. 93lik 423 ga. Hozir 2 ta nomerga aloqaga chiqamiz. Birinchi 90, keyin 1888 raqamlarini ekran ostiga yozib qoldiramiz. Bog'lanib aloqaga chiqib kelaversanglar, xudo xolasa ishinglarni bitirib beramiz. Sigirlarni ham olamiz. Endi g'unajin, sigirlar, ona bolalarini go'zallarini chiqarib beramiz. Ha. Qaytarma. Bir joyga 18 milliondan, masjiddan tanlab olamansa, bu 7 dan 21 milliongacha tanlab olamiz. Tanlab olishga. Qaytar. Mana. Shunaqa aka. Xo'sh, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7 tasini. 7 tasini. Xo'p, tanlab olishga nech pul qo'yamiz? Bular aka bir joydan 7 tasini aka 33 milliondan qo'yib yuboramiz. 33 milliondan. Ha. Qaysi biri bo'g'oz? Bular hammasi bo'g'oz aka. Xo'p, necha oydan necha oygacha? Bular aka 7 oydan 8 oylikgacha bo'g'oz. 8 oylikdan o'tgan. Bular 7 dan 8 gacha aka, o'zi xudo xolasa 20 kun, 1 oy, uzoq 1,5 oy, yo'q. Tug'adi, xudo xolasa bular. Ha, bular? Ha, hammasi bo'g'oz aka. 33 milliondan bir joyga. Tanlab olishga nech pul qo'yamiz? Tanlab olishga aka 31 milliondan 35 milliongacha aka. Tanlab olishga. Haydang. Bir joyga cho'y jonivorlar. Cho'y. Bir joyga Odil aka 33 milliondan yetib turadi. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab Odil aka. Ani yangi chorva qilayotgan akalarimiz bo'lsa, cho'y jonivor, cho'y. bemalol olib ishlatsanglar bo'ladi. Nasib qilsa
Hozir bularni tuqqan variantlarini ham ko'rsatib beramiz, yetuv bo'g'ozlarini ham ko'rsatib beramiz. Shvedni narigisi ketib qoldimi? Yelalar katta egiz deganlar. Ketdi. Ketdi va barakasini bersin. So'rashdi mana o'zimdan ham. Qanaqa, nima deb. Katta zo'r edi. Ikkinchi qoringa edi u. Ikkinchi qorin. Mana qara. Jonivor. Mana shuni bola qizi. U aka Andijonga sotildi aka u. Qaysi biri? O'sha Shved. Shved a? 43 millionga berdik, o'zimiz akamizga, tanishimizga berdik aka. Shu jonivor. Ketdi mana do'stlar. Xo'sh, bularning soni nechi bor Sirojiddan? Bular Odil aka, bular soni 12 ta aka. Aylantiring, ha. Aylantirsak. Hop. Bular Odil aka, bularni yengil qo'yib yuboramiz aka, joy bo'yicha sotishga xohlasa, donalarga aka 20 dan 35 gacha aka. 35 ta ikkita bor. Mana semental bilan narigi semental ikkalasi. Agar bir joyga olsa bor Odil aka. Mana shu 12 tani bir joyga olsa aka 25 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz aka. Buqa ham o'sha 25 milliondan ketaveradi ichida. 25 million ichida mana bunisi bonus. Buqa ham ketaveradi. Qani 4 ta, 3 ta, 11 ta bu yerda. 15 buqa bilan 12 ta da. Ha, buqa bilan 12 ta. 12 ta mol olasiz. 25 milliondan 11 taga berishadi. Yo'q, 12 taga berishadi. Hozir nechta bu yerda? Bu yerda 12 ta aka, buqa bilan 12 ta. Bunajon 11 ta. Buqa bilan 12 ta soni. Qanaqasiga bonusga ketadi? Yo'q, bu ham o'sha, misol 25 ta mana g'unajinni olsa, buqa ham 35 millionlik mol u. Bu ham 25 million ketadi-da. Ha, sen shunaqa demaysan, mana nima ekanini mana. Xo'las, 25 milliondan bitta buqasi ichida bo'pti mana. 25 milliondan 12 tasiga pul beradi, ketaveradi aka. Yanada chiroyli video kontentdan xudo xolos kutib qolinglar. O'rtoqlar, ertaga inshaalloh kirishni boshlaydigan mollarimiz. Sherstagan o'zlari shu 1-2 kunda kelib qolsalar, kontentni sira joyida qilamiz. Seshanba kuni keladi xudo xolasa aka. Cho'jon, qayta. Chiroyli narsalar ekan. Qarang. Bunisi ham yetuv bo'g'oz. Ha, o'yinsi ham yetuv. Nechinchisiga? Bular aka ikkalasi birinchisiga aka. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa bo'g'oz. So'skalarini qarang. Bir 10 kunda, xudo xolasa 10 kun nari berida tug'adi ikkalasi ham aka. Mana qarang. So'skalarini qarang. To'g'ri bir şey. Bu чистый российский ekan. Buni aylantiring Sardorni. Siz turib to'xtang, shart emas bu. Bitta ko'rsatib beramiz. Aylantiring. Yakka o'zini nech pul qo'yamiz? Odil aka yakka o'zini 50 million qo'yamiz. Birinchi qoringa? Birinchi qoringa bo'g'oz aka. Siyla beradigan joylari bor. Siyla beramiz, xudo xolasa aka. Aytilgan bog'larda o'tib beramiz aka. Mana. Yetuv bo'g'oz birinchisiga 50 million kam bor. Bunisigacha. Bu ham aka 50 million kami bor. Bu ham birinchi qoringa bo'g'oz aka. Birinchi qoringa. 10 kunlarda tug'ib qoladi aka, mana qarang. Yelinlari ham qizarib o'sha tayyor bo'lib turibdi. Birinchi qorin bir kun soladi. Bemalol sog'oradi. Yosh bor. Bunisigacha nima deymiz? Buni hozir ona bola ko'rsatamiz aka, yetirib. To'g'ri, yechinglar bolasi. Sardorbek, bundan oldiga olib keling, uni ham Instagramga olamiz. Ona bola. Ona bola aka. Onasini qancha suti bor ekan aka? 10 litr sutga. Ona bolani nech pul qo'yamiz? Yana qochgan bola. Bola bunachi, ha? Odil aka. 2 oylik bo'g'oz. Mana 3 tasi birda. Ona bola aka 50 million aka. 50 million ketaveradi. Qornida ham bolasi bor. 12 ta suti bor aka, 10 ta 12 ta suti bor. 12 litr suti bor. 50 million kami bor ekan. Mana. Hozir rasisiz. Bolasini qarang, sifatligini. Zo'rligini. Haydi. Barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, bundan oldingi videomizda 65 million chiqargan biza gigant rossiyskimizni nemis bilan chashganni hozir Sirojiddan nech pul qo'yamiz? 60 million qo'yib yuboramiz aka. 3-chi qoringa yetuv bo'g'oz. 3-chi qoringa yetuv bo'g'oz 10 kunda tug'adi xudo xolasa. 10 kun tarbiyasi bor. Men borani 15 kun degan bo'ladi. Narxi 60 million kami bor. Kattaligini qarang, gigantligini. O'rtoqlar, hozir yana bor gibridlari ham chiqadi inshaalloh. O'zingizlar ko'rib, bu katta sutga qidirayotgan okalarimiz bo'lsa, tavsiya beramiz. Xalta shu o'ylamasdan eng kam 35 ta bersa kerak, atak 40 talik xaltadi. Mana qarang, xo'p. Baklari. Yeb ishiga garantiya bor-a? Yeb ishiga garantiya Odil aka. Bo'ldi dada. Qarang, 3-chi qoringa bolasi bu qancha so'rayotgan, gibrid bo'lsin,
Zotida shved bo'lsin deganiga mana sementalga chachka variantini ko'rsatib beramiz. Bundan oldingi videolarimizda Sirojitda nech pul chiqargan edik? 65 million qo'yilgandi aka bu. Sheriklari bilan qo'shilib. Yakka o'zi nech pul qo'yaveramiz? 60 million qo'yaveramiz aka. Rasprodaja 60 millionga ona bola Ketaveradi. o'rta me'yorida yaxshi boqsa 25 ta sutga deveramiz. Na xudo. Ko'pini gapirmaymiz. Ha, shunaqa aka. Lekin 3-inch, 4-inch qoringa bular ochiladi. Bu hozir 3-inch qoringa. Agar ozgina 2 oy boqib, u yog'idan bu yog'idan o'tib yoki hozir bu qiz bo'lsa, bitta qo'shib qo'ysangiz, erta bahorda yana bittaga ko'payishamiz. Xudo xolasa. Narxi 60 kami bor, bolasi buqacha 25 ta suti bor. Qani, mana bunisi. Cho'ni pesi. Bolasi erkakcha buni ham. Xo'p. Qancha suti bor bu jonivorni? Buni aka 10 ta 12 ta sut berib turibdi hozir. Aha, ona bolaga. Ona bolaga. Bitta aylantirib bering jonim aka. Bolasi Bolasi erkak. buqacha erkak ham, buqacha bolasi. Buni narxi Odil aka 40 million. Narxi 40 million ekan. 40 million ketaveradi. Ona bolaga. Ona bolaga. Bolasi buqacha aka. Narxi 40. Yeri yo'q ukalarimiz bo'lsa. Necha tuqqan bu? Bu aka Niyoz aka necha tug'an? Birmi? Bir bu aka. Birinchi qorin. Birinchi qoringa tuqqan aka. Bo'ldi, yurg'izmay turing. Birinchi qoringa ishqoz ukalarimiz bo'lsa, suti qancha shunda nasib qilsa? Suti Odil aka 12 ta sog'i olyapti aka, bolasidan tashqari. 10 taga. Aha. 10 taga olaversin. 40 million kami bor. Shved ishqozlarigacha. Bu aka haydaji ham buni. Shved g'unajinagan bolasi. G'unajin bolasi aka. Qo'lda o'tirib, yangamni qiynab qo'ymaysizlar. Mana. Xohlasalar cheringlar, xohlasalar tabletkaga o'tirib olib 15 ta sutga u. Narxi nech pul? Narxi Odil aka buni narxi 45 million aka. Kami bor. Kami bor aka. Yaqqara. Hayda torting beroz oradan. 45 million xayri bor. Xayri bor Odil aka. Barakasini bersin. Ona bolasiga qidiryaptimi deysiz, mana sizga zo'r narsani ko'rsatib beramiz. Puliga, summasiga, dastlabkalariga o'zingizlar telefon qilib, bog'lanib, kelib ko'zinglar bilan tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Bugun sotib ertaga qochib ketadigan joy emas. Bozorda 1000 ta sotuvchi, 4 ta dallol bo'ladi. Qo'lida jon berganingizdan ko'ra, chertgan fermalarga kelib taslim bo'lganinglarni men tavsiya beraman. Bemalol tekshirib olsanglar ham bo'ladi. Mahmudcha 4-inchisi. 4-inchisiga nima deysiz? Ha? Bu birinchi bolasi, birinchi qoringa tuqqan. Birinchi qoringa. Shuni ushlab turinglar. Instagramga zo'r turib, shunda turibsiz. Bola g'unajin ekan. Bola g'unajini. Birinchi qoringa. Tort. Cho'jon bu. Nech bildingiz qorani? Odil aka bu narxi 40 million aka. 40 kami bor ona bolaga. Ha, ona bola kami bor aka. Ona bola olib turib, bolasini sotib ham bu yog'iga tirchilik qilsangiz bo'ladi-da do'stlar. Yaxshi narsa. 90 uchlik bilan. Uchlik 878 90 xizmatinglarda 94 bilan 602 1888 raqamlari xizmatinglarda bo'lishadi. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ertaga Xudo xolasa, yo bo'lmasa bugun juma namozidan keyin bemalol kelib savdo qilib olib chiqib ketishingiz Seshanba kuni Xudo xolasa katta partiya kelyapti. Keladi. Xudo xolasa. Yana katta partiyalarni duo qilib qo'ysin Xudo xolasa, obunachilar. Davay do'stim.